Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan tez va oson tayyor bo'ladigan San Sebastian shirinligini birga tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi xona haroratida yumshab turgan krem chizga, shakar, kraxmal, vanilin solamiz va tuxumlarimizni ham solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Aralashtirib olgan massamizga 33% qaymoqdan qo'shib yuboramiz va yaxshilab aralashtirib mikser qilib olamiz. So'ng bizga bitta qolip kerak bo'ladi. Unga folgamizni solib olamiz va massamizni solib pishirib olamiz. Pishganida ko'rib turganingizdek shunaqa liqillab turadi. Iliq holatga kelgandan keyin muzlatgichga yuboramiz va ertasiga, ya'ni bir kundan keyin bemalol ustiga ganajimizni, shokoladli ganajimizni qo'yib, bemalol dasturxonga yuborsak bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.